Mana 34-qism ham chiqdi bu oldi. Chiqdi-da, ba'zir chiqdi. Obunachi yo'q bo'lsa ham chiqdi. Bo. Davay bu olamiz. Yana sizlar bilan men Alex Minecraft aka. Hozir sizlarga nomimni ko'rsataman. Mana hayli Minecraft aka. Nomim meni. Ozgina to'sham ko'ylaymiz. Kelkamida shu kelkada tog' yo'limizda omad kelyapti. Hoppa deb o'lvorsak-da. Chiqvoramiz. Davay kettu. Bu tog'da qaranglar. Qishloq chiqib qolsa yonida. Qishloq emas, qishloqni tomiga o'xshatib o'ryapman mana shu daraxtlarda. Komda temir bo'ladi. Birinchi toshga o'lash kerak. Hozir birdaniga temir chiqib olsa, bundan ham katta omad bo'lardi. Omad keldi. Omad, qanday omad? Omad qaranglar. Mivom, jingili badama dunya. Wopom, jingili bole. Ne? Bitta temir kilkaga yetdimi bu? Tosh kilkaga yetdimi? Mana shular ham kerak bo'ladi. Temirlar eng zo'r, yaxshi ko'rgan narsam. Tovuq berdi, nima qilyapti? Adashib qo'yganmi? Demanda. Olamiz. Tosh bolta yasaymiz. Bitta o'roq, bolta. Chiqolmaymanmi? Qo'y kerak menga, go'sht kerak. Qo'naman ol. Omad kelmayapti-da, desam, biyaqa kelsan. Sen biyaqa ke, ikkita zarbada o'lasan. Toshim qolmabdi. Pechka yasab olardim. Ma. Qochishini qara. Kirisa. Uni 3 ta qo'yib men kutib turibdi. Qanday omad. Sanga qo'y bo'lmay ketdi. Baba go'sh yo'q bo'lsa ham ana nima edi? Yotoqga bo'ladi. Belkurak. Mayli. Qo'lda qilamiz. Taxtada qilamiz. Qanday omadsizlik. Ovqatim juda kam qoldi. Ana. Olamiz. Bo'ldi, tosh kerak bizga. Endi bu yoqqa verstak. Bitta pechka. Pechka yo'qani? Pechka qani? Yana ikkita yetmayapti ekan. Mayli. 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, 12 ta yetadi. Keragidan ortig'ini qildim. Endi yoniga pechka. Buni isitishga qo'yib qo'yamiz. O'zimiz esa ketaveramiz desamda. Bitta yostiqcha. Mana shunday qilib Abbo, ko'mir kerak.
Kömürüm barmı? Yo'q, kömürüm yo'q. Mayli, men ham go'sht yemay yuraman. Mayli, men uni yo'q qilib olaman. Temir tilka. Mayli. Mana bu bo'ldi, hammasini yig'ishtirdim. Sakra. Menga loylar kerak, shuning uchun ham ketdim. Bolalar, shu yerda videoni tugatamiz. Sog' bo'ling va har doimgidek omon bo'ling.